Hammaga salom desa, sizlar bilan Amirbek Gamer. Bugungi videorolikda sizlar bilan Granny o'yinida buglarni ko'rib chiqamiz. Sizlar bilan video yoqadi deb o'ylayman. Videoga like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin. Biz esa buglarni boshladik. Qani ketdik do'stlar. Qaranglar, birinchi bug. Buni ko'pchilik bilishi mumkin, bilmasligi mumkin. Mana otasizlar Granny boshqa joyga ketadi. Shundan foydalanib sizlar mazza qilib yursanglar bo'ladida do'stlar. Qaranglar do'stlar, sizlarga ikkinchi bayt ko'rsam, ikkinchi bayt. Hozir biz ana qilishimiz kerak edi bizga yana ko'za kerak edi. Ko'za olishimiz kerak edi do'stlar. Hozir Granny ketsin, keyin chiqsin, chiq tezroq. Sanki. Mana do'stlar, ko'rdingizlarmi? Boyna o'tgan ana ko'zamiz ana shu qilishyapti. Bu esa ovozga eshitib Grannyga kelishi degani-da. Hozir sizlarga ikkinchi bayt ko'rsatamiz, ikkinchi bayt. Granny kelib qolsin. Birinchi bayt yo'qdi deb o'ylayman do'stlar. Sizlarga ikkinchi baytni ko'rsatamiz. Ular oxirigacha ular bayt ko'radi, hamma yo'qadi. Otasizlar ko'za yoqqa tushadi, keyin ko'zani o'sha yoqqa kirib ketadi. Qarab turinglar, mana ochilib ketadi. Keyin hammaga foyda bo'ladi. Granny tezroq kel. Granny tezroq bo'lsang uni uncha imillaydi bu Granny. Easy modda o'ynayapmizda, shu buglarni ko'rish uchun buning uchunda mana qaranglar, kirib ketdi. Ko'zdan nima bo'ldi? Kirib ketdi. Endi tezroq ketdi. Yana bitta bug ko'rsatishimiz kerak o'zi. Bo'lmayapti bu. Ketaver. Mana bu yoqdan kelib keyin mars ochaverasizlar. Endi sizlarga uchinchi baytni ko'rsataman. Uchinchi bayt ham juda qiziq. Voy, qahqon qo'yibdi, qaramayveramiz. Ko'ramiz-ku Grannyni. Mayli do'stlar, biz o'ynayotganimiz yo'q, biz bug ko'rsatyapmiz. Granny o'yin deb o'ylayapti-da buni. Hozir 5-bug edi, 3-bug. 3-bugni ko'rsatamiz do'stlar. Sizlarga yo'qadi deb o'ylayman bu bug. Do'stlar, nimadan bitta bug ko'rsatamiz. Vay, to'xtadim. Tez boshlarsiz. Tez boshlasizlar. Keyin kravat yoqqa qo'yish kerak. Va bu do'stlar o'xshamadi. Va Turing xola. Qani 4-bagimiz kerakmi ko'rsa? Biz qara qilib ketdi, bo'ldi. Ketdi.
Ana kire. Ko'rmadi. Hehehe. Ko'rmadi. Hehehe. Hozir biz buni olamiz. Ko'zadan yana bitta anamiz bor edi. Kelmasa bo'ldi kiring. Ketdimi? Podvalga tushdimi menimcha? Mana yoqqa qo'yasizlar. Ana, do'stlar ko'rdingizlarmi? Отвертка ham tushdi. Bu 4-chi bank. Sizlarga yoqdimi bilmayman. Endi sizlarga 5-chi bank ko'rsatamiz. Bularni ketish kerak do'stlar. Aylanib yuraylik shu yerda. 5-chi bank juda qiziq, zo'r deb o'ylayman. Sizlarga yoqsa kerak deb o'ylayman do'stlar. Bularni ketsin. Yo'q kiraymi hozircha? Bitta taxta olamiz do'stlar. Bu ana. Qola. Yaxshi qola. Shunday. Ketdi qola. Mana plankni olamiz. Bitta tana bor edi, hozir ko'rsatamiz. Tezroq. Yop eshikni. Yaxshi. Bu bak do'stlar, bu juda zo'r bo'lishi mumkin sizlarga. Yo'qadi deb o'ylayman, qaranglar. Qo'yamiz. O'xshamayapti. Qaraymiz. Do'stlar, bu o'xshamadi. Olaylikda. O'xshamagan do'stlar. Bitta bug bor edi do'stlar. Bug hamma yoqishi mumkin-da. Utramos como maşinada. Trenini kutamiz hozir. Keldimi? Ha, keldi. Kira chiqargan. Hozir. Ko'rib qolmasa bo'ldi. Benzin mana shunday. Olamiz yana ketdi. Keting holat. Yana bir programımız. Hareket tasviren yok mu? Evet. Tabii vurur.